Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz kimyodan, ya'ni mol modda miqdorining ikkinchi qismi, ya'ni birmuncha qiyroq bo'lgan masalalarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'tgan kecha 70 gacha ko'rdik, endi 70 dan bu yog'ini ko'rib chiqamiz. Yulduzchalarni ko'rib, aytib o'tib tushuntirib ketaman. Qolganini sizlar uyda ishlab bizga tashlaysizlar. Hop, 71-masala. Agar normal sharoitda 3,2 gram gaz 2,24 litr hajmni egallasa, shu gazning nisbiy molekulyar massasini aniqlang deyapti. Demak, 71-masalani ishlaymiz. Aytyaptiki, 2,24 litr gaz 3,2 gramni egallasa deyapti. Normal sharoitda 22,4 litrimiz qanchani egallaydi? Demak, 32 gram. Demak, 32 gramli gaz bu kislorod bo'lar ekan. 76-masala. 67,2 litr xlorning massasini toping. Demak, 76-masalani ishlashni boshladik. 22,4 litr xlorimiz, xlor T2 bilan yuradi. Molekulyar holatda 71 gram keladi, ya'ni 35 dan ikkitasi. Bizda 67,2 litr xlor necha gram keladi deyapti. Demak, yonga ko'paytirib tevaga bo'lamiz. Ya'ni 22,4 dan 67,2 3 barobar ko'p. Kalkulyatorda ishlamoqchi bo'lsangiz 71 dan 3 ga ko'paytirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Adashmasam 213. Hop. 76-masalada mana S javobda 281-masala. 2,24 litr ammiakning massasini toping. 81-masalamiz. 22,4 litr ammiyagimiz NH3 17 gram tashkil etadi. 14 3 qo'shsam 17 gram. Bizda aytyaptiki 2,24 litr ammiak necha gram keladi? Demak, bu 1,7 gramni tashkil etadi. Javob S javobda turibdi mana. 85-masalamiz. 3,36 litr vodorodning massasini toping. Demak, 85-masalamiz. Vodorodning massasini toping. 22,4 litr vodorodim 2 gram keladigan bo'lsa, 3,36 litr vodorodim qancha keladi? Demak, bu 3,36 bo'lsa 0,3 gramni tashkil etadi. Demak, 1,5 tasi degani bu, ya'ni 0,15 degani bu 2 ga ko'tarsam 0,3 ga teng bo'ladi. 118-masala. Qanday miqdordagi temir moddasi 120 gram temir 3 oksidida bo'ladi? Demak, 118-masalani boshladim. Temir 3 oksidini yozyapman. Temir 3 oksidi bor. Qanday massadagi temir deyapti? Ya'ni miqdordagi temir. Demak, jam massasi buniki 160. 160 gramda 2 mol temir mavjud. 120 gram temir oksidida necha mol temir mavjud? Demak, 120 ni 2 ko'paytirib 160 ga bo'lib beradigan bo'lsam, 1,5 chiqadi. Demak, 1,5 mol temirim mavjud ekan. 125-masala. Bir xil massada olingan qaysi metalning miqdori kam bo'ladi deyapti. Demak, bu 125-masalani nazariy qilsam, shuning uchun shunday aytib ketaveraman. Bir xil massada olingan qaysi metalning miqdori kam bo'ladi. Demak, massasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, demak, siz bilingki, davriy sistemada, ya'ni o'zining massasi eng kattasi miqdori kam bo'ladi. Ya'ni, bu yerda natriy, temir, kaliy, kumush. Kumushniki bu yerda eng ko'p bo'ladi. Kumushning massasi 108. Misol uchun, hammasini 1 gramdan oladigan bo'lsangiz, 108ingiz 1 mol, 1 gramingiz qancha sangiz nisbatan kam chiqadi. Natriyniki 23 bo'lsa, 23ingiz 1 mol, 1 gramingiz qancha sangiz nisbatan undan yuqori chiqadi. Shuning uchun bu yerda massasi eng kattasini olishimiz kerak. Bu javob kumush bo'ladi. Bu masalani ko'ryapman. Hop. 0,8 gram va 2,3 gram ikkita gaz bir xil 1,2 litr hajmni egallasa, ularning nomini toping. Demak, bilamizki 1,2 litr gazimiz, bitta gazim 0,8 gram kelar ekan. Ikkinchi gazim esa 2,3 gram kelar ekan. Normal sharoitda 22,4 litr gazim qancha keladi? Hop. Demak, bu adashmasam 22,4 ni 0,8 ga ko'paytirib 1,2 ga bo'ladigan bo'lsam, bu 16. 16 bu metanimiz, H4 massasi 16. Endi 22,4 ni mol yo'q deb hisoblab turaverasizlar. Agar ishlashni bilmasanglar, 22,4 ni 2,3 ga ko'paytirib 1,2 ga bo'lsalaring 46 chiqadi. Demak, 46 bu azot 4 oksidi, ya'ni tulkining dumi yoki xomor gaz deb ataymiz. Demak, bizda metan va azot 4 oksidi S javobda turibdi. 144-masala. 560 ml fosfor bug'i 3,1 gram kelsa, bug'dagi fosfor molekulalari tarkibida qanday bo'ladi? Demak, bizda 560 ml 3,1 gram fosfor mavjud. Hop, normal sharoitda 22400 ml qancha bo'ladi? Demak, massasi 124 chiqadi. 124 demak, fosforning massasi 31 ga ko'rsam, nechta fosfor saqlaganini aniq kelib chiqadi? 4 ta. Demak, bu fosfor 4, ya'ni oq fosfor tetraftarit mavjud ekan.
147-masalamiz. 20 gram kislorod va 11,2 litr ammiakdan iborat aralashmaning massa yig'indisini aniqlang. Demak, bizda kislorod bor va ammiak bor. NH3. Hop. Kislorodning massasi 32 gram. 32 gram massa yig'indisi deyapti. Ekan o'zi, demak bizda 20 gramni o'zini olib uramiz kislorodda. Endi ammiak 11,2 litr. Buni ham gramga aylantirib olishim kerak. 22,4 litr ammiagim 17 gram kelsa 11,2 qancha keladi? Bu 8,5 gram. 8,5 gram ammiak, 20 gram kislorod. Massa yig'indisi ikkala aralashmani qo'shib qo'yishim kerak. 28,5. Bu yerda endi sizda chalg'ituvchi vosita bor. Bittasini hajmda beryapti, bittasini massada beryapti. Lekin massa yig'indisini so'rayapti. Demak, siz bilingki, massadagisi o'zi turaversin, hajmdagini ham darrov massaga aylantiring va ikkalasini qo'shsangiz jam massa yig'indi kelib chiqadi. Hop, 159-masala. 70 gram azot, 2 mol vodoroddan iborat aralashmaning hajmlari, ya'ni hajmini toping, ya'ni hajmi yig'indisini toping. Bizda azot bor 70 gram va 2 mol vodorod mavjud ekan. Vodoroddan 2 mol. Demak, litrni boshladim. 28 gram azotim 22,4 litr keladigan bo'lsa, 70 gramim qancha keladi? Adashmasam 56 litr chiqsa kerak. Hop, endi vodorod. 1 mol vodorodim 22,4 litr keladigan bo'lsa, 2 mol vodorodim qancha keladi? 44,8. Endi ikkalasini qo'shib qo'ysak, 100,8. Demak, javob 100,8 litr ekan. Ikkala yig'indini qo'shib qo'ydim. Agarda siz kuchaytirilgan onlayn darslarimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.